Tak qadrdon aka-ukalar, mana 3-trakimizni ham olib keldik. Xudo xolasa, mana bitta, ikkita, uchta, yana yo'lda 5 ta trak kelyapti. Ular ertaga yetib keladi, xudo xolasa. Bular hammasi sotiladigan traklar, akalar. Tak, video o'zi trak haqida emasmi? Rosa yomg'ir yog'di, mana hozir to'xtadi kelishimga yo'q. 500 mayl yurdim, polni yomg'irda keldim. Tak, omad rol o'ynaydi u bu deydigan akalar uchun mana bir kunlik o'zimni ish tartibimni aytaman. O'zingizlar oxirida xulosa qilasizlar qay darajada omadliligimni, akalar. Tak, kech payt soat 1:30 da uxlaganman. Meni soat 2:30 da uyg'otishgan, uyimga kelib telefon qilishgan. Shu bilan aeroportga chiqib ketdik. Hazil-huzul videolar qildim, O'zbekistonga qaytyapman bu deb. Aeroportga chiqib ketib, Pensilvaniyaga uchdi. Pensilvaniyadan пересадка qilib, Washingtonga uchdi, akalar. Soat 4 da uchgan bo'lsa, 11 da manzilimizga yetib bordik. Endi samolyot uchganlar biladi qanaqa odamni ezishini bu narsa. 11 da tushdi. Washingtonda haligi monumentlarga, haykal joylariga borib videolar qildim. Instagramda shunda rosa hate yozdinglar. Endi uyqu bo'lmagan, stress va hokazo. Mashinada ham lekin Instagramni yuritishga harakat qilyapman. Sizlar shuni 10dan birini ham qilganinglar yo'q, lekin rosa aql o'rgatib hate yozish bo'yicha chempionsizlar. Shu narsaga ham vaqt topyapman. Xudoga shukr, menga beryapti mana shu narsa. Miya yuritish va hokazo. Undan tashqari, akalar, shu postlar qo'yib, bu qilishdan tashqari, hozir mana 800 kilometr haydab keldim, akalar. Haydab keldim, traktni olib kelib qo'ydim, чтобы traktlar ertaga sotib ishni yaxshiroq yuritish uchun. Mana soat 2 dan 4 minut o'tdi. Men hozir videoni qilyapman. To есть, men kecha nechida 1:30 da turgan bo'lsam, to есть, 2:30 da turgan bo'lsam, 1 sutka umuman uxlaganim yo'q. 800 kilometr haydab keldim. Hali uyga borgunimcha yarim soatdan ko'proq vaqt ketadi. Endi sizlarga savol, omad degan narsa hozir menda qay darajada, nima deb o'ylaysizlar? Mening bitta sizlarga javobim bor. Bu yerda balki omad emas, balki sizlar ishlayib turgan vaqtda men ishlayman va sizlar uxlayib turgan vaqtda ham men ishlayman. Shuning uchun men qanaqadir ko'proq natijaga erishib turgandirman. Nima deb o'ylaysizlar? Omad degan narsa yo'q, akalar. Harakat, mashaqqat, sabr, shunga yarasha Xudo beradi. Ota-onaning duosi, akalar. Sizlar hali yozib o'tiribsizlar, ba'zi biringlar green cardni yutganing mana seni omad deyapsizlar. Ba'zi bir erkak, latta, chaynar, hezalinglar chotining orasida so'ngal chiqib qolgan g'iybatchilar, ayollardan battar, tvar yibanatlar. Men green cardlar bilan kelganim yo'q, qatinglarga barmoq tiqib turib hidab polochyapsizlar. Men bu yerga harakat qilib kelganman o'zim. Green card emas. Ha, bu palon bo'lganda ashuncha bunaqa natijaga erishgan. Ha, bu unaqa bo'lganda ashuncha Amerikaga kelgan deydigan odamlar, sizlar o'zingizlar hech narsa harakat qilmaysizlar, sizlar shunaqa gaplar bilan o'zingizlarni aldab tinchlantirginglar keladi. Sababi sizlar erinchoqsizlar. Erinchoqliginglar tan olginglar kelmaydi. Buni kim tan oladi? Haqiqiy erkaklar, haqiqiy mardlar tan olib, mana shu narsaga qarshi kurashib, keyin qanaqadir natijalarga erishadi. Sizlar yotasizlar yo bir borsanglar ham bir 100 aktivite ishga borib bersizlar, bo'ldi. Bu yerdagi odam nimadirga erishsa, ha bunga unaqa bo'lganda, bunga bunaqa bo'lganda deb o'tiraverasizlar. O'ylaylar o'sha narsani o'zingizlar. Tan olinglar o'zingizlar uchun. Biz gapni qisqasi shu, akalar. Omadmi yo mehnatmi, nima deb o'ylaysizlar mana meni kun tartibimni?